G'alati bo'lyapmanmi men? Aka? Aka, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hamshira, xonani tayyorlang. Mana bugun Xudo xohlasa 10 kunlik davolanish kursi yakunlandi. Natijalari yaxshimi? Xo'p, tahlil natijalarini bering hamshira. Ha, biror bir yaqiningiz kelganmi? Yo'q, yaqinlarim yo'q, faqat menga o'zimga ochig'ini ayting. Natijalaringiz endi ochig'ini aytaman. Bu kunlaringizni o'z yaqinlaringiz bilan o'tkazing. Yaqinlaringizning holidan xabar oling. Ahvolim shu darajada og'irmi, doktor? Afsuski shunday. Tibbiyot mana shu joyga kelganda oqsoqlanadi. Nahotki bu rost bo'lsa, katta binolar peshtig'iga yozilgan ismim endi qabr toshlarga yoziladimi? Meni endi umrim tugadimi? Men o'z ishlarim bilan yurib, singlimdan xabar ola olmay qoldim. Ey Allohim, o'zing qilgan gunohlarimni kechirgin. Oy Nozima, kimdir bormi? Akajon! Yaxshimisan seni? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisan? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Allohga shukr. Yuring, choy qo'yaman, yuring. Rahmat singlim. Bu xarajatlarni olgin. O'z ishlarim bilan bo'lib, seni ham xabar ola olmay qoldim. Mendan rozi bo'lgin singlim. Mendan rozi bo'lgin singlim. Ya Alloh, akam umrini uzoq qilgin. Tur ko'rinchi, holatim ancha yengillaganga o'xshayapti. Xo'p, qani? O'zimni ancha yengil his qilyapman. Axir qanday qilib va bo'lishi mumkin emas. Tibbiyot ham ojiz qolgan dardingizdan qanday forig' bo'ldingiz? Buning davosi nima ekan? Menimcha, singlimning qilgan duosi meni asrab qoldi, doktor. Alo. Alo? Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Singlim yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Bugun jiyanlarimni olib kelgin, bir kabob qilib beray qo'l bola qilib sizlarga.